porloq kelajak egasi bo'lishini xohlasangiz, AISni tanlashingiz kerak. Vodiyda birinchi ta'lim dargohi sifatida Academy International School. Farzandimni chet elda o'qishga tayyorlay olasizmi? Albatta. Foundation degani o'z-o'zidan tayyorlov. Kelajakda yangilik yaratish, innovatorlarni tarbiyalaymiz. Foundationni bitirgandan keyin qaysi universitetlarga kirsa bo'ladi? Cambridge yoki boshqa xalqaro sertifikatlar beriladimi? Ha, albatta beriladi. Universitetga borguncha biz qo'lidan yetaklab mentorlik qilib olib boramiz. Chet elda o'qib kelgan chet ellik o'qituvchilarimiz bor. Farzandni tarbiya va ta'limini rivojlantirish uchun Academy International School AIS perimetri bo'yicha bir 60 taga yaqin kameramiz bor. Assalomu alaykum. Frequently asked questions deb qo'yadi. Q&A qilamiz, chunki ota-onalar asosan ko'p beradigan savollari bor. Bir qancha savollariga javob beramiz bugun. Birinchi savollardan biri, boshqa maktablardan nima farqi bor AIS? Academy International School'da biz bolalarni bir narsani yodlash, ruscha aytganda zubrit qilishni emas, balki fikrlashni o'rgatamiz. Kelajakda yangilik yaratish, innovatorlarni tarbiyalaymiz. Qisqa savollarga qisqa javob berib ketaman. Ikkinchi savol, qaysi o'quv dasturida darslar olib boriladi? Bizda hozir bir qancha yondashuv bor. Hozir primary boshlang'ich sinflarga Cambridge dasturini qo'llamoqdamiz sentyabrdan. Ikkinchisi foundation kursimiz bor bitiruvchilarimizga. Umumiy olganda o'zbek, ingliz va rus tillarida sinflarimiz bor, alohida. Davlat programmasi bo'yicha barcha fanlardan dars beramiz. Farzandim ingliz tilini bilmasa ham o'qiy oladimi degan savollar ko'p bo'ladi. Ingliz tilini bilmasa biz bir muddat ingliz tilida o'qitamiz. Agar faqat ingliz tili sinflarida o'qitaman desangiz, unda biz bolani tayyorlaymiz. Rus sinfda yo o'zbek sinfda tayyorlanib borib, bir qancha oydan keyin tayyor bo'lsa, to'liq ingliz sinfiga o'tkazishimiz mumkin. Xalqaro ta'lim haqida savollarimiz bor. Foundation dasturi nima? Bu haqda podkastda gapirib o'tganmiz. Foundation dasturi bu xalqaro universitetlarga tayyorlov dasturi bor. Foundationni bitirgandan keyin qaysi universitetlarga kirsa bo'ladi? 250 dan ortiq universitetga kirsa bo'ladi. 3-universitet bilan shartnomalarimiz bor dunyo bo'yicha. Cambridge yoki boshqa xalqaro sertifikatlar beriladimi? Ha, albatta beriladi. Biz bolalarni o'shanga tayyorlab boramiz, modul o'qitib, imtihon olib, xalqaro sertifikat beramiz. IELTS, SAT ga tayyorlov albatta bor. Bolalarimiz ingliz tilini o'qib boradi. O'sha IELTSda 4 ta kriteriy bo'yicha listening, reading, writing, speaking bo'yicha ketadi. SAT ham bor. SATni hamma sinflarga ingliz tilida matematika o'tib boradi va katta sinflarga o'tganda SATga qattiq urg'u berib o'qitiladi. Chet el universitetlariga kirishda qanday yordam berasiz? Biz bolani boshidan boshlab professor Carl Jung psixotipini aniqlash testini olib, u bolada qanday salohiyat bor, qanday layoqat borligini hisoblab ko'rib chiqib, psixologimiz bor maktabda. O'shandan kelib chiqqan holatda ota-onalar bilan maslahatlashib, yo'nalishni taklif qilamiz va o'sha yo'nalish asosida universitetlarni tanlab, o'sha universitetlarga nima talab bor, nima talab qiladi universitetlar, portfolio tayyorlaymiz. Viza olguncha, o'sha universitetga borguncha biz qo'lidan yetaklab mentorlik qilib olib boramiz. O'qituvchilar haqida ham savollar bor. O'qituvchilarning tajribasi qanday? Biz o'qituvchilarimiz tanlab olganmiz. O'sha katta tanlov asosida bo'lgan. Selektiv ish katta o'tgan. Biz yuzlab o'qituvchilar ichida o'sha sanoqli o'qituvchilarni tanlab olganmiz. Ko'p o'qituvchilarimiz chet elda o'qib kelgan, chet ellik o'qituvchilarimiz bor. Tajribalik, katta tajribaga ega o'qituvchi, 30 yillik, 40 yillik tajribaga ega o'qituvchilarimiz bor va salohiyatli yosh o'qituvchilarimiz ham bor. Chet ellik o'qituvchilar bormi degan savolga javob berib o'tdim. Bizda o'tgan yili 3-4 ta amerikalik, AQShlik o'qituvchimiz bor edi. Filippinlik, avstraliyalik o'qituvchilarimiz bor. Bolalar soni nechta bo'ladi sinfda degan savol ham ko'p beriladi. Bizning xonalarimiz 20 ta bolaga mo'ljallangan. Maksimum oshib ketsa 22 ta bola bo'lishi mumkin. Undan ortiq bolaga imkoniyatimiz yo'q va biz ko'p bolani o'qitish nimasiga ishonmaymiz. Ya'ni bolada muhit ham bo'lish kerak edi. Xonasini deb. Kontrakt narxlari necha pul? Kontrakt narxlari 2026-27 o'quv yili uchun maktabimizda 3.100.000, bog'chamizda 2.500.000. Bo'lib to'lanadi. O'sha nimasida oylik to'lov bo'ladi. O'sha. Chegirmalar bormi? Chegirmalarni aka-ukalar bo'lsa, bitta oiladan tushunamiz. 2-3 ta farzand o'qitish oson ish emas. O'sha farzandlarga chegirma qilib beramiz. Ko'p bolali oilalarga va ba'zi hollarda individual yondashuv qila olishimiz mumkin, chegirma jihatidan. Qo'shimcha to'lovlarimiz
bo'lishi mumkin. U ham asos bolani misol sportga qiziqishi bo'lsa yo qanaqadir qo'shimcha darsdan keyingi holatdagi bir qiziqishlari bo'lsa, ota-onalar shunga qiziqish bildirsa, albatta qilib berishimiz mumkin bu imkoniyat. Shu ota-onalarni o'ziga qiziqishi va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holat. Ko'p savollar ovqatlanishdan. Birinchi savollardan biri ovqatlanish bo'ladi. Bunda ovqatlanish qanday yo'lga qo'yilgan? Bizda juda qattiq nazoratda ovqatlanish. Katta komandamiz bor, katta oshpaz boshchiligida va xudoga shukr, mana 1 yildan beri hech qanaqa bir muammosiz bolalarni ovqatlarini ratsionini juda keng qilib, boy qilib ta'minlab kelyapmiz. O'zimiz alohida pishiruv seximiz bor, o'zimiz alohida bo'linmalarga ajratilgan hamma bo'limlarimiz oshxonada. Go'shtni ham alohida qassob o'zi so'yib, o'zimiz ishonchli odamimiz olib keladi. Shu go'shtni ham tanlab, eng yaxshi sortini, eng yaxshi joyini olamiz. Transport xizmati bor. Bizda hozir 2 ta yo'nalishda bor. Marg'ilonga bor, Zakanal taraflarga ham bor, shahar ichida bor. Keyin sentyabrdan yana yo 3 ta yo 4 ta yo'nalishga chiqib olamiz. To'garaklarimiz juda ko'p. Har xil tillar, Xitoy tilimiz bor jumlasidan, ingliz tilidan alohida to'garaklarimiz bor, matematikadan to'garagimiz bor, judodan to'garagimiz bor, voleyboldan ayniqsa hozir yoshlarimiz, ayniqsa qizlarimiz juda yuqori o'rinlarga ega bo'lishdi. Mental arifmetikadan mana bog'chamizda to'garagimiz bordi. Bolalarimiz birinchi o'rinlarni olib keldi. Gimnastikadan xalqaro turnirlarda birinchi o'rinlarni olib kelishdi qizlarimiz. Uy vazifalariga keladigan bo'lsa, uy vazifalarimiz uncha beriladi, lekin u darajada ko'p emas. Ya'ni u me'yorni saqlashga harakat qilamiz. Bola bu yerda 8-9 soat yurgandan keyin kamroq uy vazifa berishga harakat qilamiz. Sport zalimiz 2 ta. Bitta sport zalimiz bor, yopiq, qishki yozgi va bitta ochiq sport maydonimiz bor. Yozgi menimcha sport zal jihatidan biz Farg'onada bu darajada sport zal bo'lmasa kerak, juda mehr bilan qilingan. Xavfsizlikka keladigan bo'lsak, Academy International School AIS perimetri bo'yicha bir 60 taga yaqin kameramiz bor. Server xonalarimiz, 3 ta server xonamiz bor, 3 ta odam kuzatadi. Bundan tashqari ichki ishlar xodimlari, ichki ishlar bizga xavfsizlik tugmasini o'rnatib ketgan, ya'ni trevojniy knopkani o'rnatib ketgan. Maktabimizda ham, bog'chamizda ham bor. Bog'chada ham, maktabda ham aqrana turadi. Alohida xavfsizlik jihatlarimiz juda yaxshi. Baholash tizimi oddiy bizda shu baho qo'yiladi. Har oyda monitoring olib boriladi. U monitoring bolalarni holatda o'sishini kuzatish uchun va bolalarga motivatsiya berish uchun monitoringda yutganlarga qanday pulli mukofot berib boramiz. Ota-onalar bilan muloqot, kommunikatsiya juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ota-onalarga doim ko'rsatib boramiz qanaqa bolalardagi o'sishi. Yana bitta narsa, bizda bir fikr borda, ota-onalar ko'rib borish kerak. Ya'ni bola perspektivasidan kelib chiqilmaydi, bizga ota-ona perspektivasidan kelib chiqadi. Hamma maktab, hamma bog'cha, hamma ta'lim dargohlari ota-onani rozi qilishga harakat qiladi. Aslida fokusni menimcha o'sha bolani rivojlanishiga ko'proq qo'yish kerak. Ya'ni bitta dars o'tsa, mentalniy arifmetikadan dars o'tsa deylik, bular 45 minut dars o'tadi. O'shaning ichida 15 minut videoga olib, rasmga olib ota-onalarga jo'natish kerak. Aslida o'sha 10 minut ham bolalarga berilsa, menimcha maqsadga muvofiqroq bo'ladi, lekin o'shanga qarab ketyapmiz. Ya'ni ota-onalarga biz sizlarni bir xursand qilish uchun emas, balki farzandni tarbiya va ta'limini rivojlantirish uchun harakat qilyapmiz degan mujdani yetkazishga harakat qilyapmiz. Qabul uchun imtihonlar bormi? Qabul uchun imtihonimiz bor, suhbatimiz bor va matematika, angliskiy, ruskiy o'sha 3 ta fandan imtihon olamiz, ko'ramiz bolaning darajasini. Hujjatlar ro'yxati tayyorlangan, o'zi ro'yxat shablonimiz bor, ota-onalarga beriladi. O'quv yilining o'rtalarida ham qabul qilishimiz mumkin. Kelish bolalarni o'sha suhbatidan, holatidan kelib chiqib qabul qilamiz. Odatda hammani qabul qilamiz, lekin nimadan bir suhbatdan o'tsa. Farzandimni sinov kuniga olib kelsam bo'ladimi? Ha, albatta, sinov kunimiz bor. Bir kun sinovga beriladi. Marhamat qilib olib kelishinglar mumkin. Bitiruvchilar qaysi universitetlarga kirsa bo'ladi? Bitiruvchilarimiz xohlagan, istagan universitetlarga kirish mumkin. O'zbekistonning ichida xalqaro universitetlarga keladigan bo'lsak, biz xalqaro universitetlarga kirishi mumkin bo'lgan xizmatni hozir vodiyda hech kim qilayotgani yo'q. Vodiyda birinchi ta'lim dargohi sifatida Academy International School bo'lib turibdi. Kasb tanlash bo'yicha maslahat berasizmi? Albatta, o'sha kasb tanlash bo'yicha maslahatim
boya aytib o'tgandek professor Karl Jungni psixotiplar testi orqali biz bolalarni layoqati, qiziqishi, salohiyatini o'rganib chiqamiz. Ota-onalar bilan maslahatlashib, keyin bir yo'nalish beramizda bolalarga. Va bolalarni o'sha yo'nalishda yordam berib, qo'lidan yetaklab o'sha yo'nalishga olib borishga harakat qilamiz. Farzandimni chet elda o'qishga tayyorlay olasizmi? Albatta. O'sha Foundation programmamiz, NCC Agency bilan qilingan hamkorlikdagi programmamiz o'sha farzandlarimizni chet elda o'qish uchun mo'ljallangan, tayyorlash uchun mo'ljallangan programma. Foundation degani o'z-o'zidan tayyorlov programmasi. Nega AISni tanlashim kerak? Ya'ni farzandingiz baxtli bolalik va porloq kelajak egasi bo'lishini xohlasangiz, AISni tanlashingiz kerak. Chunki biz farzandni bir qanaqadir ramkaga qamab, shu matematika, ingliz tilini o'qiysan, sertifikat olasan, bo'ldi. Bunaqa buyruq bajaruvchilarni tayyorlash emas, balki bir yangilik yaratuvchi, bir o'zini xalqiga, davlatini rivojlashiga hissa qo'shuvchi, porloq, salohiyatli, keng fikrlaydigan, yiqilsa qaytib tura oladigan, yana yiqilsa yana qaytib tura oladigan kuchli insonlarni, shaxsiyatlarni tarbiyalamoqdamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Salomat bo'linglar.